Bugun odamda ikkinchi kunimiz, meni esa hali ham sutim yo'q. Uyga ketyapmiz, chunki hammasi yaxshi bo'lgani uchun vaqtli chiqarishyapti, lekin sut yo'q. Meni ismim Shahloy, men emzish bo'yicha konsultantman va o'z misolimda ham sizlarga hozir hikoyamni aytib bermoqchiman. Ya'ni ikkinchi kunda, hatto uchinchi kunda ham sut kelmasligi bu norma hisoblanadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlarda maloziva, ya'ni og'iz suti bo'ladi. U bolajon uchun juda ham to'yimli va yetarlicha ozuqaviy qiymatga ega. Chunki birinchi kunlarda chaqaloqlarning oshqozoni juda ham kichkina bo'ladi va ular uchun bir necha tomchi o'sha ham yetarli. Ya'ni qanday bilasiz yetarli ekanligini? Bolani kun davomida ko'p marta emizasiz, sutim yo'q, emizmayman deb kutib o'tirmaysiz, to'xtovsiz emizaverasiz. Lekin ichi kelishi va siydiklariga qat'iy e'tibor berishingiz kerak. Bola birinchi kunda o'sha qora ichidagisini, ya'ni mekoniyni chiqarishi kerak. Siydik miqdori esa chaqaloq necha kunlik bo'lsa, o'shani plus 1 bo'ladi. Ya'ni 2 kunlik qizim 3 marta siyishi kerak bugun. Xuddi shunday bo'ldi. Kecha esa 1 kunlik bo'lgani uchun 2 marta siydi. Mana shundan siz bolangizga maloziva yetyaptimi yoki yo'qmi bilib olsangiz bo'ladi.